Harri Thomas. Ta'lim. Juda qisqa kirish. Harri Thomas ta'lim sohasidagi yetakchi ekspertlardan biri bo'lib, uning Ta'lim kitobi ushbu sohaning fundamental asoslarini tushuntirib beruvchi eng mashhur asarlardan biri hisoblanadi. Ushbu kitobning mazmuni va undagi asosiy statistik yo'nalishlar haqida quyidagi ma'lumotlar berilgan. Harri Thomas kitobni ta'limning o'tmishi, buguni va kelajagini tahlil qilishga bag'ishlagan. Tarixiy evolyutsiya. Ta'lim tizimi qadimgi Misr va Yunonistondan boshlab qanday qilib zamonaviy maktab ko'rinishiga kelgani. Nazariy asoslar. Piaget, Vygotsky va John Dewey kabi buyuk mutafakkirlarning g'oyalarining tahlili. Maktab tizimi va o'quv dasturi. Dunyo bo'ylab o'quv dasturlarining bir-biriga o'xshashligi va ulardagi muammolar. Inklyuzivlik va ijtimoiy tengsizlik. Ta'lim hamma uchun bir xil imkoniyat bera olyaptimi yoki yo'qmi degan savol. Harri Thomas dunyo bo'ylab maktab o'quv dasturlari 90% dan ortiq holatda bir xil ekanligini ta'kidlaydi. Ya'ni geografik joylashuvidan qat'iy nazar deyarli barcha mamlakatlar matematika, til va tabiiy fanlarni o'qitishga asosiy urg'u beradi. Muallif zamonaviy ta'limning eng katta muammolaridan biri sifatida test markazlashgan tizimni ko'rsatadi. Test natijalariga haddan tashqari e'tibor qaratish o'quvchining ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini pasaytiradi. Ko'pchilik ta'limni ijtimoiy lift, kambag'aldan boyga aylanish yo'li deb bilsa-da, Thomas statistik ma'lumotlarga tayanib shuni aytadiki, ta'lim tizimi ko'pincha mavjud ijtimoiy tabaqalanishni saqlab qoladi. Harri Thomasning ta'lim haqidagi qarashlari sizni ham qiziqtirib qo'ydimi? O'qing. Biz tavsiya etamiz.